Iloyim, sizda ham bunaqa holat hech qachon uchramasin. Bugun sizlar bilan suvda cho'kkanda birinchi yordam qanday bo'lishi haqida gaplashamiz. Suvga cho'kkanda birinchi o'rinda suvni olib chiqa olasiz. Suvni olib chiqqandan keyin odamni tizzangizga qo'yib olasizda, qorin sohasi bilan yerga qaratasiz, boshini pastga qilib. Shuna holatda orqa qismiga 5-6 marta urganingizdan keyin og'zidan suv chiqib ketishi kerak. Suv chiqib ketdimi, uni chalqanchasiga, ya'ni osmonga qarab yotkizasiz. Yotkizgandan keyin birinchi og'iz atrofidan yaxshilab tozalab olishingiz kerak, bironta ro'molchami, bironta nima bilan. Undan keyin sun'iy nafas berish kerak, ya'ni og'izdan og'izga. Burnini bekitgan holatda og'izga nafas beramiz 3 marta. Nafas bergandan keyin o'ziga kelmadimi, yurak massajini qilamiz. Ya'ni yurak sohasini ko'krakning chap tomoniga qo'lda mana shunday holatda ushlagan holatda, mana xuddi shuna holatda bosamiz 5 marta. 5 marta massaj qattiqroq bosgandan keyin yurak qisqarish boshlaydi, miyaga qon borgan hisobiga odam o'z hushiga keladi, ya'ni o'ziga qaytadi. Agar iloyim bunaqa holat hech qachon uchramasin, mabodo uchrab qolsa, shunaqa amaliyotni qilsangiz yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling.